vahima qilmasam ham ko'raverasizlar, to'g'rimi? Sehrli diyorda yo'limdan yana bir tabiat mo'jizasi chiqib qoldi. Aytishlaricha, eshitishimcha, bu joyga o'rmondan ayiqlar baliq tutish uchun chiqib kelar ekan. Suv bu odamga xotirjamlik, tinchlik beradi. Miyangni dam oltiradi, tomosha qilib maza qilasiz. Go'zallik qarang, sharsharani juda ham yaxshi ko'raman. Dunyoning juda ko'p sharshalarida bo'lganman, maşalloh. Mana yana bir go'zallik. Juda go'zal, ha? Chiroyli. Washington, Seattle'daman. Nasib qilsa bu yil Braziliyaga bormoqchiman. Juda katta chiroyli sharshara bor deb eshitganman. Videolarni ko'rganmiz. Seattle shahardan 1 soat yo'l ekan. Bu joyga turistlar tomosha qilish uchun xuddi Niagara kabi kelishar ekan. Mana bu vodopad ko'rgan. Albatta juda chiroyli. Mana shu joyga burchakka ayiqlar kelib baliq ushashar ekan. O'rmondan chiqib kelib